Diqqat, gaz haqida xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, Rossiya gazining Xitoyga Sibir kuchi quvurlari tizimi orqali eksporti 25% ga, deyarli 8 milliard kub metrga oshdi va 2025-yilda qariyb 39 milliard kub metrga yetdi. Bundan tashqari Rossiya Markaziy Osiyo markaz quvuri orqali O'zbekistonga yetkazib berishni ko'paytirishda davom etdi. Buning natijasida ushbu yo'nalishdagi umumiy eksport hajmi taxminan 30% ga o'sib, 2025-yilda 7 milliard kub metrdan oshdi, deyiladi hisobotda. Avvalroq Gazprom 2025-yil oxirida birinchi marta Xitoyga Yevropaga qaraganda ko'proq gaz yetkazib bergani, bu hajm 38,8 milliard kub metrni tashkil etgani haqida xabar bergan edi. Bundan tashqari Gazprom Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonga Rossiya gazini yetkazib berishni 22,2% ga, Gruziyaga esa 40,4% ga oshirganini aytilgandi. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning 7-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Rossiya tabiiy gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga Markaziy Osiyo markaz gaz quvuri orqali tranzitiga start berdi. Ushbu quvur orqali O'zbekiston har yili Rossiyadan tijoriy shartnoma asosida 2,8 milliard kub metr gaz sotib olishi belgilangandi. Aniq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya 2025-yilda O'zbekistonga 7,7 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib bergan. Biroq gazni qanchadan sotib olinayotgani haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. 2023-2024-yillardagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Rossiya gazini 1000 kub metr uchun taxminan $160 atrofida xarid qilgan. 2025-yil uchun ham narxlar shu darajada yoki bozor konjunkturasidan kelib chiqib biroz farqli bo'lishi mumkin. O'tgan yilning yakunlariga ko'ra, O'zbekistonning Turkmaniston va Rossiyadan gaz importi uchun jami xarajatlari $1,6 milliard tashkil etgan.